ya'ni insonga o'xshatgan. Xuddi shuni singari, ya'ni insonda qalbi bor. Singari bu daraxtning ham ichida qalbi bor. Ya'ni sochning tolasiga o'xshagan qalbi bo'ladi. Agar biron bir narsa bo'lib lat yeb turib, buni qalbi tolasi uzilib ketadigan bo'lsa, taqada quriydi. Va bo'lib ham bu daraxtni zinokor, benamoz odam va o'zini ustiga pokiza qaramaydigan odamlar yetishtirib olmaydi bu daraxtni. Ya'ni bunaqangi odamning qo'lida daraxt nima bo'lmaydi? O'likmaydi, ko'karmaydi, ham meva ham bermaydi. Va insonda hayotga o'xshatganligini yana bir insonda hayotiga o'xshatgan yana bir foydalardan bittasi insonda hayotiga o'xshaganida yana bittasi nimaga desa, qanchalik baland parvoz bo'lib balandlikka ko'tarilinmasin, shoxlari xuddi insonga o'xshab hokisor, o'zini hokisor tutadi. Ya'ni qanchalik qaranglar, yuqoriga ko'tarilinmasin, shoxlari qayerga qarab turibdi? Pastga qarab turadi. Ya'ni qanchalar darajada insoniyat baland parvozlarga ko'tarilinmasin, kazolardan bo'lmasin, falonchi yig'lardan bo'lishligidan qat'iy nazar, falonchi millioner, falonchi boy bo'lishligidan qat'iy nazar, nima qilar ekan inson? Qurbo daraxtga o'xshab o'zini hokisor tuta bila olishligi kerak. Va yana buni insonga o'xshagan foydalardan bittasi, buni erkak qurmosi ekadigan bo'lsangiz, lo'mmayib o'soradi-ku, lekin meva bermaydi, hosil bermaydi. Hosil berishligi uchun buni ayol kishi nimasi bilan payvand qildirishlik kerak. Xuddiki insonda ham qanaqa? Erkak ayol turmush qilganini singari qurmo daraxtidan ayol bo'lgan novdasini payvand qilishligingiz kerak. Va buni meva bermasligini ayol hal qiladi qurmoda. Bizda erkaklar hal qiladi o'zi aslida, lekin baribir ham ayol kishi hal qiladi. Xo'p, qurmo daraxtini yana insonga o'xshaydigan holatlardan payvand qilishlik bo'lgan, ya'ni jarayon yopiq himoyani ostida bo'lishligi kerak, begona ko'zlar ko'rmasligi kerak. Xuddiki er bilan ayol xilvatda begona ko'zlardan yolg'iz qolganini singari, shuning uchun xilvat deb aytiladi. Payvand qilayotgan dehqon odam begona ko'zlardan nima qilishlik kerak bo'ladi? Ana joyda payvand qilishlik kerak bo'ladi. Agar begona ko'zlar tushib qoladigan bo'lsa, yana meva qilmaydi. Buni foydalaridan yana bittasi, Payg'ambar alayhisolatu vasallam jannatda bitta odamga xurmo daraxt beriladigan bo'lsa, uni o'zigidan, ana shu o'zigidan turib olib 50 ming yil otda choptiradigan bo'lsa, uni soyasidan chiqib ketmaydi degan. Tasavvur qiling, qanchalik haybatli xurmo daraxti hadya etiladi. Yana buni sabablaridan bittasi, qarang, juda yoshli bo'lgan erkak kishi, zabardast kuchli bo'lgan, silkiyman. Qimillayaptimi xurmo? Ya'ni bu narsani daraxtni qimillatgani singari bizda daraxt qimillatsangiz mevalar tushadi. Bu xurmo daraxtining mevasi tushmaydi va inson qimillata olmaydi. Shunchalik darajada buni o'ziga tiq, ya'ni baquvvatki inson baquvvatli odam silkita olmaydi. Lekin Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda Maryam surasida nima deganida? Va huzzi ilayki bi jid'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiyya. Ey Maryam, endi sen xurmo daraxtini silkitgin, senga tepadan xurmo mevalari yog'ilib tushur dedi. Maryam alayhissalom bo'lib ham endi ko'zi yorib tuqqan ayol. Ya 1 soat 2 soat bo'ldi. Zaifa bo'lib turgan ayol kishi, men 40 yoshli bo'lgan erkak kishi buni silkita olmayman. Lekin Alloh taolo nima dedi? Maryam onamizga va huzzi, silki endi daraxtni dedi. Endi daraxtni silkiydigan bo'lsangiz, xurmo mevalarini kesib olishlik uchun bejizli insonni hayotiga o'xshatmadim. Uni shoxlari insonni qo'li, tizzasi, oyog'iga o'xshab, uni ichida suvagi bor. Nimasini, shoxlarining orasida. Ya'ni oddiy bunday qilib sart sindira olmaysiz. Buni albatta aralashlik kerak. O'zini spesial bo'lgan pichog'i bor, arrali pichog'i. Ana shu arrali pichog'ida kesib, mevasi 20 kilodan 60 kilogacha uzum singari ya'ni tub qilib meva qiladi. Uni silkiydigan bo'lsangiz, biron marta xurmo tushmaydi. Ya'ni bu mumkin emas bu narsa. Bu tarix mobaynida ham bunaqa mumkin emas. Lekin Alloh taolo Maryam onamizga silkigin daraxt mevalari tushadi dedi. Oxir oqibat Maryam alayhissalom silkidi. Nima bo'ldi? Daraxtdan mevalar tushdi. Xuddi shuni muqobilida Hojar onamiz ikkita tog'ni orasida, toshliq bo'lgan joylar, bunaqangi imkoniyat, bunaqangi udobsizlar yo'q. Oppo marvar toshlar har qadamingizda
zamzam suvlar, ventilyatorlar, charchab qoladigan bo'lsangiz, ana ular raskladnoy bo'lgan stullar, agar undan ham charchab qoladigan bo'lsangiz, oyog'ingiz tagida araba deb kelishadi. Pulini beradigan bo'lsangiz, arava. Bunaqangi imkoniyatlar yo'q. Alloh taolo nima qildi? Hojar onamizga sababini qil dedi. Sababini qildi. Ikkita tog'ning orasida sholpillab ayol kishi boshiga yugurdi. Oxir oqibat nima bo'ldi? Zamzam. Ismoil alayhisalom shunday qilib oyog'ining ostidan zamzamni chiqarib qo'ydi. Demak, Alloh taolo agar biz olma pish og'zimga tush deb og'zimizni ochib o'tiradigan bo'lsak, hech narsa o'zgarmaydi. Sababini qilishlik kerak. Mana shu narsani men to'g'ri, men sirkulmayman, hech narsa tushmaydi desam, sirkulmayman va hech narsa tushmaydi. Alloh taolo Maryam alayhissalomga nima dedi? Daraxtda sirkigin va mevalar tushadi dedi, sirkidi va mevalar tushdi. Shu sababdan men ilm ola olmayapman, miyam kirmayapti, tilim aylanmayapti, tilim qatib qoldi deganlikni tilini ham qatiradi, Alloh qalbini ham qatirib qo'yadi. Va uni bo'lmasligi kerak. Payg'ambar alayhisolatu vasallamga payg'ambarlik qachon kelgan? Qanday yoshida kelgan? Birinchi jangini qaysi yoshida o'tkazdi desa, 52 yoshga kirganda o'tkazgan. 52 kirgan odam bizda o'sha deydi, voy deydi, prostavol ichib yuradigan bo'lib qoladi. Kechirasizlar-ku. Odam o'sha teng yarim hayotini yashab qo'ygan, lekin payg'ambar alayhisolatu vasallam 52 yoshga kirganda eng birinchi jangini o'tkazgan va mag'lub bo'ldi. Ya'ni g'olib bo'ldi, kechirasizlar. Ya'ni zafar qozondi. Bizda nima allam kirmayapti, zehnim olmayapti, men bo'ldi endi shuni miya men kirmayapti, bolam deysizlar. Miya kirmayaptimi, Alloh taolo kirgizmaydi. Harakat qilish kerak, qilish kerak. Oxir oqibat natijasi nima bo'ladi? Xuddi Hojar onamizni farzandini oyog'i tagidan zamzamni chiqarib qo'ygan Alloh taolo mana shu miyani yaratgan Alloh, miyani bizga bo'yin sindirib qo'yadigan ham Allohdir. Sababini qilishligimiz kerak, natijasi Alloh taolodir.